Assalomu alaykum deyishdan oldin botir bo'lsang ham o'zingni ko'rsat. Qodir bo'lsang ham o'zingni ko'rsat. Zokir bo'lsang ham o'zingni ko'rsat. Ko'rsat. Qani? Ajoyib. Assalomu alaykum xonimlar va janoblar. Ushbu muqaddas dargohga yig'ilgan Botirjonni muxlislari. Bugun konsertga nafaqat Botirjonni muxlislari, balki Botirjonni hamkasblari ham yig'ilishgan. Ular mana birinchi qatorda javlon urib o'tirishibdi. Agarda iloji bo'lsa, hurmatli san'atkorlar kimda-kim Botirjonni tabriklamoqchi bo'lsa, marhamat sahnaga chiqib tabriklashlari mumkin. Kim? Mirzabek? Sizmi? Keling endi. Keling. O'zingiz olmang endi, keling. Kechasi ham tinchlik yo'q. Deymi, voh deymi. O'zingiz olib borarsiz bo'laverardi, O'tkir aka. Birga olib boraylik dedim-da, Mirzabek. Endi men olib boradigan joyimga olib borib bo'lganman men. Ajoyib. Mayli, keling bir ko'rishaylik, boshqacharoq ko'rishamiz. Hozir ko'rishyapti, mana qo'lingizni bering, qo'lingizni kallingizni kallo. Mana. Ay. Mana. Mana. Urib qo'ying. Uring. Ana. Zo'ra. Yana bir marta. Yoqib qoldimi deyman, ha? Yo'qdi Mirzabek, yo'q. Ha, yo'qda. Tanijon sog'mi? Rahmat. Yaxshimisiz? Xo'sh. Ham shu hozirgi ko'rishlarga hayronman, mana shunaqa ko'rishlarga. Bir ko'rishib orqalariga o'tib, hamma joyini ushlab tashlaydi, to'ba qildim. Oyoq-oyog'i yuz-yuziga tegib, olib o'tib mayib bo'lib qolmaganiga hayronman. Chiroyli ko'rishishga nima yetsin, to'g'rimi? Bu ko'rishish naqadar vahshiyona. Yo'q, yaxshi emas. Chiroyli o'zbekona ko'rishishga nima yetsin, Mirzabek? O'zbekona ko'rishing. Boshqa. Marhamat. Assalomu alaykum, aziz mehmonlar. Xush kelibsizlar. Xush vaqt bo'linglar, hamisha hamma vaqt bo'linglar. Boringlarga shukr, borimizga shukr. Sog'lik bo'laversinlar. Yo'q. O'tkir aka. Abay. G'iyosga kelibdilar-yu. G'iyos. Chaqiramizmi? G'iyos Boytoy. Qo'shiqchi tabriklasin. G'iyos Boytoy, marhamat, keling. Salomatmiz. Yaxshimisiz? Siz ko'rishinglar. G'iyos, yaxshi keldingiz. Rahmat. Harmanglar endi. Mana bugun Botirjonni konserti ekan. Endi Botirjon yaxshi yigit-da, iste'dodli yigit. Bo'ladigan bola Botirdek ma'lum deyshadi-da. Ha, to'g'ri. Endi buni talantini aytmaysiz, mana soz chaladi, tambur chaladi, dutor chaladi, doira chaladi. Bu tengi san'atkorlarda ba'zilari shitdaga ham chala olmaydi. To'g'ri. Shogird-da, bizni shogird. Siz shogirdiz ha. Mirzabek aka, siz ham bu narsa chalasizmi? Men oyoqdan chalaman. Yo'q-a? Ha, futbolda. O'tkir aka sizchi? Men har doimgidek qarsak chalaman. Sog' bo'linglar. Endi gapni gapirib uqqanga 10 o'g'il tuqqanga deydi. Men gapga yo'raman, shu Erkin akam men bilan kelgandilar. Shu kishini chaqiraylik. Ko'rgandek bo'luvdim. Keling, Erkin aka. Keling. Bugun payshanba. Erkaklar uyda osh qilyapti, ayollar konsertga kelgan. Erkin aka, juma bugun, kecha payshanba edi. O'tib ketdi. Shu yosh o'tgandan keyin juma ham ko'zingga payshanba ko'rinib qoladi, yo'q qoladi. Sog' bo'ling. To'g'ri. Assalomu alaykum. Sog'liqlaring yaxshimi, G'iyos? O'tkir, tuzuymiz. Salomat. Mirzabek, qalay, kayfiyatlar yaxshimi? Yaxshi keldinglarmi? Avvalambor assalomu alaykum. Botirjon muxlislari, barchalar xush kelibsizlar. Qadaminglarga hasonat. Iloyim bugun konsertlar chiroyli o'tsin. Men sizlarga yangi pachkasi buzilmagan bir ertak tayyorlab keldim. Xullas, qadim zamonda mana shu biz yashab turgan o'rmonda 3 ta og'ayni botirlar bo'lgan ekan. Ularning bittasi Hofiz akaning ismi ham
botir ekan, u juda ko'p narsalarga qodir ekan. Hozir shuni konsertida o'tiribsizlar. Ertagini davomini Ozodbek Nazarbekovning konsertida aytib beraman. Salomat bo'linglar, rahmat. Siz ham salomat bo'ling. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Erkin aka, bu dublajlarda ko'rinmaysiz, kamdamasiz. Nimaga so'rayapsan? Tinchlikmi, xafa qilishdimi? Men dublajga bormayman. Nima bo'ldi? Yaqinda Qunduz amakini qissalarini yangi multfilmi kelgan ekan. Hop. Dublajga Afzal Rafiqovni chaqirishibdi. Ha, sekinroq gapiring, sho'ttalar o'tiribdilar, yaxshi emas. Ya. O'zi kelgan uchun aytyapman. Men birov orqasidan gapirmayman. Afzal, men seni hurmat qilaman, ijodingni qadrlayman. O'zi qayerda o'tiribdi? Ana o'zlari kelyaptilar. Keling Afzal aka. Keling. Afzal aka. Yordam beravering, bas keling. Yot bo'lasiz. Yot. Afzal aka. O'rzabek, O, meni g'iybat qilyapsizlarmi? mana emas. Uchalasiz. Mana emas. Ular. Yuring. Afzal, Mashoda. qalaysan? O'rtoq Komilov, Qalay? yana bir Sol marta yaxshi. G'iyos Boytoyev, Assalomu alaykum. O'tkirjon birodar aziz. Yaxshimisiz? Hormanglar. Komilov, Labay. yaxshimas birodar. Katta sahnada 4200 ta odamning oldida O'zbekiston xalq artisti Afzal Rafiqovni g'iybat qilishingiz yaxshi emas. Ya. Men nima dedim? Birodar, meni to'g'ri Qunduz amakiga chaqirishdi. Qunduz amakini amakisiga ovoz bering deyishdi. Yo, Afzal sen. Men shunda ham yo'q dedim. Yo, Afzal sen meni Gapimni tushunmading. bo'lmang, birodar. Afzal. Komilov, menga qarang. Qunduz amaki o'zizga buyursin. Men hech narsa husumatim yo'q sizga. Afzal! Mayli. Xo'p. To'g'ri, men senga ishonaman. Lekin meni mana ular gijiladi. Gapir uchalang. Yaxshi ish qilmabsizlar lekin. O'tkir aka yaxshi emas lekin aka. Men sizlarni kutmagan edim. Qayerga? Ishonmagil do'stingga, somon tiqar po'stingga. O'tkir Siddiqov. Ro'zayam yaxshi. Yarashib olaylik, Afzal aka. Yarash qilaylik demoqchisizda, birodar. Yaxshi. Hazillashdik biz. Qo'rqib ketdinglar, men chindan ham hazillashdim. Bugun yaxshi kun, birodarlar. Bugun muqaddas sahnada Botirjon Qodirovning konsert dasturi bo'lyapti. Bir hazillashib qo'yay dedim-da. Ming bor uzr. Qatirdingiz. Avvalambor xush kelibsizlar. Qadamiylarga hasanot. Botirjon juda ham zabardast ovozi bor, Mirzabek. Mana shu yigitni dublajga borishni chin dildan istardim. Ayniqsa Qashqirlar makoni filmidagi Ne'matsi filmiga o'sha obrazga ovoz bersa yaxshi bo'lardi. Yaxshi bo'lardi, zo'r tushardi ovoz. To'g'rimi? Balki Po'lat alanlarga ovoz beradi. Unda biz nima qilibmiz shuncha yildan buyon? Ha. O'ziga yetmaydi. O'tkir aka yana bir kishini chaqiramizmi? Yo'q, boshqa hech kimning keragi yo'q. Chunki bugun bizning konsertimiz emas. Aksincha, Botirni konserti. Shuning uchun ikki og'iz tabriklaylik-da, bu yerdan quyon bo'laylik. Endi O'tkir, men bir haqiqatni aytmoqchiman. Botir haqiqatdan ham botir yigit. Botir erkin yigit. To'g'ri. Komillik yo'lida mehnat qilayotgan erkin ijodkor. Erkin yigit deydi. Endi Botirjon nafaqat erkin yigit, vali shukur yo'q. Mirzo yigit. Mirzolarning mirzosi, ha? Juda ham to'g'ri, shoshmang Riyosjon. Men ham gapiray. Botirjon falsafiy yigit. Uning afzalligi ham mana shunda. Bozorga sollaring o'zingni, qani? Botirjon O'tkir yigit. Siddiq yigit. Qisqa qilib aytganda, ajoyiblarning g'aroyibi ajoyib. Endi gapiring, endi. Endi Botirjon
g'iyas yigit. Tegirmandan but-butun chiqqan boy yigit, tay yigit. Bir so'z bilan aytganda boy tay yigit. Yaxshi, juda ham yaxshi. To'g'ri. Endi hazil o'zining yo'liga-yu G'iyos. Men bir narsadan juda ham qo'rqaman. Mana sen qo'shiqchisan, ish qilib, mana shu botir guruh tuzvormasin deb qo'rqaman. To'g'ri aytasiz. Yakka holligicha qolsin. Hozir mana guruhlar ko'payib ketdi. Ularning nomi ham bir-biridan g'alati. Mana bir 3 ta sovuqqina yigit guruh tuzibdi. Nomini qarang, Mango. O'zbekda bolasi bo'lsang, hech bo'lmasa guruhing nomini Yong'oq qo'y. Yer Yong'oq qo'y. Xondan pista qo'y, tomoshabin yemasa o'zing chaqib yeysan. Sani devorgisi keladi odamda. Bu hali holvasi G'iyos. Yana bir guruh paydo bo'lgan. Nomini qarang. Benom. O'z nomi bilan nomsiz. Baraka topkur. Hech bo'lmasa guruhing nomini umuman qo'y. Yurasanki, qaylardasan, kimlar bilan menga ham o'rgat deb. Juda ham to'g'ri aytdinglar. Yana bir bayon degan guruh ham chiqibdi. Biz yoshligimizda maktabda bayon yozar edik. Diktant insholar yozardik. Unda ma'no, mantiq bo'lardi. Lekin hozirgi bayonda ma'no ko'rmayapman. Uzr. Hozir guruhlar juda ko'payib ketdi, tavba qildim. Anhor degani chiqibdi, anhorimish, tavba qildim. Unga qarama-qarshi sahro chiqibdi. Bu yoqni suv bosib yotibdi, bu yoq qurg'oqchilik bu yoqda. Hayronman nima bo'lgan bularga. Mana shu guruhlar nom qidirib sarson bo'lmasin deb men xotiramda guruhlarga nom olib keldim. Eshitib olinglar, guruh tuzmoqchi bo'lganlar. Birinchisi kanalizatsiya, vulkanizatsiya, issiq suv, sovuq suv, xlor, yana bormi G'iyos? Baychichak qo'ysin, javob bo'lmasa. Chiroylikgina nomda. Mayli, nima qo'ysa qo'ysin, shular bizni tinch qo'ysin. Shunaqasi. Botirjonga tilagim yaxshi qo'shiqlar aytsin. Yaxshi kliplar olsin, klipida qaramag'iz do'stlarimiz ko'payaversin. Juda ham to'g'ri. Botirjon eshitayotgan bo'lsanglar, ora-orada multfilmlarga ham soundtrack olib turinglar. Endi Botir keyingi kliplaringni hindular bilan ham birga olgin. Aslida to'g'ri. Endi biz ustoz sifatida gapiryapmiz, to'g'rimi? Ilohim biz borgan joylarga borib yursin, Bombay, mana Tailand, Hindiston hamma joyga borsin. Haligi ustozing aytganini qilganini qilmagan degan maqollar bor. Qiziqchilik qilmay demoqchiman-da, endi qo'shiqchilik qilib yurursin. Yaxshi bo'ladi. O'rtoqlar, juda ham haddimizdan oshib ketdik. Haddimizdan oshmasligimiz uchun esa biz sizlar bilan xayrlashamiz va joy-joyimizga borib o'tirmoqchi edik. Afsuski, allaqachon band bo'libdi. To'g'ri tushunaman, ularga ham bilet sotilganda. O'rtoqlar hamma yoppasiga balkonga. Bo'laveradi.